ustalar ham mashinniy bo'lib ketyapti. Mana nima uchun mashinniy? E'tibor qilinglar, uylaringga naves qildirayotgan paytlarda goh ustalar mashinniy qilib, narxni arzon qilib beraman deb chay ketyapti. Qaranglar, mana 3000 so'm rezinkasi bor. Mana 2000 so'm, buni ham rezinkasi bor. Mana 300 so'm, 10 baravar arzonda do'stlar. Buni ham 100 ga 102 ga ketsa ancha foyda qilib bo'ladi. Mana shunaqa qilayotgan ustalar to'g'risini aytsam, Lexaningizni pachani chiqaradi do'stlar. Mana uni spesial o'sha rezinkasi quyoshda, shamolda Lexaningiz vibratsiya bersa do'stlar chiqib ketmaydi, vibratsiyani ushlab qoladi. Amortizatsiya vazifasini bajarib beradi. Lexanlarimiz do'stlar 70 ming so'mdan do'stlar, 80 ming so'm, 90 ming so'mdan quvorish do'stlar, rossiyskisi bor, Qozog'iston. Undan tashqari monolitlarimiz bor, xudo xolasa 100 eng arzoni 320 mingdan tushadimi? 320 mingdan. 320 ming so'mdan mana Ulug'bek ham o'zlari sotyapti. Xolosalar, mana bunaqa shiprlar bor do'stlar, qaylar. Uyingizga qo'yib qo'ysangiz do'stlar, xuddi tom yo'q deb turaverasiz do'stlar. Ayni skladlarga zo'r aytadi do'stlar. Bundan tashqari do'stlar, rossiyskiy eshiklar ham bor ekan. 1 million so'mdan boshlab do'stlar 2 million so'mgacha 80-90 razmerli eshiklarimiz bor. Rossiyada qurilishda biz hozirgi paytda Samarqandlik Ulug'bekning oldiga kelganmiz. Sizlardan like papiski va uylaringda mana bunaqa ishlatayotgan ustani orqasiga tepib haydanglar. Faqat mana bundan ishlatinglar. Narxi zo'r, sifati ham zo'r. Lexan kerak bo'lsa, akamga chiqaverasizlar.